Imorat qurilayotganda podushkasi ba'zi holatlarda lentishni quyiladi, ba'zi holatlarda monolitni, ya'ni imoratni podvalini to'liqligicha monolit quyiladi. Mana xuddi shu imoratimizga ham to'liqligicha monolitni podushka quyganmiz. Buni ikkita sababi bor. Birinchisi, oldindan o'zi savol berilgan ekan, nimaga ba'zi holatlarda podushkaga bir qavat setishli armatura to'qiladi, ba'zi holatlarda ikki qavat armatura setishli to'qiladi. Buni birinchi sababi o'sha imoratni qurishdan oldin albatta geologlar pochvani o'rgangandan keyin yerni yumshoq qattiqligiga asadichli, prosadichli momentlari bo'ladi. O'shani hisobga olgan holatda konstruktorga berishganda natijalarni konstruktor hisoblaydi. Endi nimaga bir qavat beriladi? Agar imoratimizning pochvasi, ya'ni katlama qazilgandan keyin geologlarning xulosasi nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsa, yerimizni nisbatan qattiqroq bo'ladigan bo'lsa, bir qavat 12 li, ba'zi holatlarda 14 li armatura beriladi va podushkamizning qalinligi 40 sm dan kam bo'lmagan holatlarda lentishli yoki bo'lmasam o'sha aytganimdek monolitli qilib quyiladi. Endi ba'zi holatlarda shunaqangi bo'ladiki, bizani pochvamiz yumshoqroq bo'ladi, asadga beradigan, prosatga beradigan joylari bo'ladi. Ya'ni imoratni qurilgani sari imoratni og'irligi oshgan sari qaysidir joyiga qanaqadir miqdorda og'irlik ko'proq bo'ladi. O'shani hisobga olganda podushkamizni 40 sm balandligida tagiga 5 sm, 7 sm ko'targan holatda va tepadan 5-7 tushirgan holatda ikki qavat setishli armatura 12 li yoki 14 li beradi. Buni birinchi sababi pastidagi armaturamiz tortilishga, ya'ni rastijeniyaga ishlaydigan bo'lsa, imoratimizning og'irligi bosgan sari u hech qayerga sinib ketishini yoki dars ketish holatini oladi va ust qavatligidagi ikkinchi setishli armaturamiz u siqilishga ishlaydi. Ya'ni imoratning qaysidir qismi og'irroq bo'lib, deylik, bosh tarafi og'irroq bo'lib qolgan, orqa tarafi yengilroq bo'lib qolganda, og'ir tarafi bilasizlar, bosgani natijasida imoratni o'sha podushkasi lentishli bo'ladimi yoki monolitli bo'ladimi, mana qo'limga ahamiyat bersanglar, o'rta qismi sinib ko'tarilish holatiga kelib qoladi. Ya'ni mana shunaqa holatda oldin olgan holatda imorat podushkasini yuqori qismidan ham setishli armatura to'qiladi. 12 li yoki 14 li bu albatta konstruktorlar o'sha geologlardan olgan xulosasini hisob-kitobi natijasida 12 li yoki 14 li armatura beradi. Endi buni yana bir momenti bor. Imoratda o'sha pochvasidan kelib chiqqan holda biza aksariyat holatlarda, ya'ni toshli joy chiqadigan yoki pochvasi o'ta qattiq bo'ladigan joyda bu yerda albatta geologlar, ya'ni ilm-fanga tayangan holatda qilinadi, lekin ba'zi holatlarda imoratni tan narxi ko'tarilib ketishi, ya'ni geologlar bu yerda o'sha o'zini tadqiqotlarini olib boradigan bo'lsa, bu uy egasiga summaviy jihatdan juda ham qimmatga aylanib ketish natijasida ekskavator kelib ishlanganda, albatta endi bu ozgina tajribaga tayangan holatda bo'ladi. Ekskavatorda baribir qazilayotganda biz ko'ramiz, toshli joy, qumli joy yoki o'ta qattiq pochva bo'ladigan bo'lsa, o'sha bu yerda biz ham o'zimizning tajribaga suyangan holatda albatta podushkani lentishli yoki podushkani o'sha monolitli beramiz va albatta o'sha 40 sm qalinlikdagi podushkaga pochvani o'sha qattiq yumshoqligiga biz ham xuddi shunaqa, ya'ni konstruktor beradigan xulosadan kelib chiqqan holatda bir qavat yoki ikki qavat, ya'ni imoratimizdan ham katta kichiligi albatta bu yerda rol o'ynaydi. Endi imoratimizda mana bunaqa katta bo'ladigan bo'lsa, albatta imkon darajada ikki qavat setga to'qilgan holatda podushkani monolitli qilib, ya'ni bitta teli butun podvalga quyiladigan qilib quyganimiz afzal bo'ladi. Ba'zi holatlarda imoratimiz kichkina bo'lib, pochvamizda juda ham qattiq bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha lentishli, ya'ni mana shu devorlarimizda asosiy nisushi joylarimizga mustahkamlikni orttirgan holatda lentishli podushka ham bersak bo'ladi. Albatta bu o'sha aytganimdek pochvani yoki o'sha yerni tarkibidan kelib chiqqan holatda, ya'ni xulosani geolog beradi, bo'lmasa ekskavator qazganda baribir ko'rinadi, bilinadi. O'shaning natijasida mana biz ham imoratimizdan podushkasiga bir qavatli yoki ikki qavatli setishli armatura beramiz. Lekin ko'p holatlarda men bu albatta mablag'ga ham taqaladi, lekin mablag'ga taqaldi degani bu imoratning mustahkamligini tushirib qo'yish degani emas. 12 li armaturadan podushkaga setishni qilib, karkas qilib to'qiydigan bo'lsak, bu ham bemalol, ya'ni ruschalab aytganimizda bo'lichim dastatishni bo'ladi, ya'ni imorat podushkasiga 12 li armatura ham ishlatsak bo'ladi. Faqat o'sha aytganimdek, xulosani nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda bir qavatli yoki ikki qavatli armaturadan setga to'qib turib 40 sm li betonimizni monolit yoki lentishli qilib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Menimcha shu savolni bergan odamga to'liqligicha va hammaga manfaatli bo'ladigan holatda tushuntirib berishga harakat qildim. Kimning savoli qiziqarli, muhim bo'ladigan bo'lsa, men albatta o'sha har doim aytaman, video murojaat orqali javob berishga harakat qilaman. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.